Xo'p, Dilara opa, 45 yillik tajribangizda nimalarga asosan ko'p guvoh bo'lgansiz? Ko'p guvoh bo'lganlarimmi? Birinchidan, shifokorni eng asosiy qiladigan ishi bemorni ruhiyatini davolashimiz kerak. Ahamiyat berishimiz kerak. Endi viloyatlardan bemorlar keladi. Bir xillari aytishadi, menda sirroz yig'lab kelishadi. Sirroz 2 oylik umring qoldi, doktor shunaqa deb aytdi deb kelishadi. Uni bemori ham, sog'lom odam ham qancha umri borligini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Keyin biz ularni yupatib tushuntiramiz. Sizda sirrozni hali boshlanishi. Sirrozni ham o'ziga yarasha stadiyalari bor. Boshlanishi, o'rtacha kechishi, og'irlashishi, dekompensatsiyaga o'tishi, o'shalarga qarab mana shu nimalarni to'g'ri davolansangiz hammasi yaxshi bo'ladi deb bemor shunaqangi ruhiyati ko'tarilib, shunaqa xursand bo'lib chiqib ketishadi, ularni ko'rib biz ham xursand bo'lamiz. Endi viloyatlarda bemorlarga juda ko'p tomchi dorilar quyiladi. Endi to'g'risini haqiqatda aytish kerak, men o'zimni praktikamdan kelib chiqib aytyapman. Sirrozga o'tgan holatlarda bemorlarga suyuqliklarni iloji boricha ehtiyotlab, kerak bo'lsagina tomizishimiz kerak. Bo'lmasam, ularda qorinda suv yig'ish, ya'ni assid degan holat bo'ladi. O'shanaqa holat rivojlanishi mumkin. O'shanaqa holatga o'tmasligi uchun har bitta dorini o'ylab, analiz qilib, shu bemorga kerakmi, kerak emasmi, qaysi dorilarga muhtojligini qarab turib, o'shalarga qarab buyurishimiz kerak, ahamiyat berishimiz kerak. Undan tashqari, shu sirrozga o'tgan kasallarga yoki surunkali gepatit kasallariga juda ham qattiq diyeta buyuramiz. Qattiq diyeta buyurgandan keyin bemorlar kelib, shu diyetani qilgandan keyin meni mazam qochib qoldi, holim yo'q deyshadi. Har bitta taomni parhezdagi qilib tayyorlash mumkin. 1-2 marta o'zligi shu parhez taomlarni, shu ovqatlarni parhezdagi qilib tayyorlashsa o'zligi rosa usta bo'lib ketishadi. Chunki umumiy stolda o'tirgandan keyin bemor o'zi ko'ngli nozik, qalbi nozik bo'lib turibdi-da, hamma yeyotgan ovqatga qarab turib, o'zini qo'yilgan o'sha qaynatma sho'rva deymiz, og'ir botadi, xo'rligi keladi. Shuning uchun men o'sha keladigan bemorlarga ovqat tayyorlaydiganlarga tushuntirib aytaman, ba'zi ovqatlarni tushuntirib beraman, qanaqa parhezcha qilib tayyorlab, eng kerakligi, eng asosiysi bemorni o'zi o'sha ovqatni xohlab yeyishi kerak. Xohlab yeyilgan ovqat juda ham yaxshi hazm bo'ladi. Ming zo'r ovqat, yaxshi kaloriyli ovqat bo'lsa ham, o'sha qattiq qovurilgan ovqatlarni, bemorga mumkin emas ovqatlarni biz oldiga qo'yib yegin desak ham, ular agar o'zi xohlamasa yaxshi hazm bo'lmaydi shu ovqat. Shuning uchun har doim bemor ko'ngliga qarashimiz kerak har sohada. Ya'ni ma'lum bir miqdorda mumkin. O'sha parhezni istisno qilishi. Xuddi shunaqa. Kayfiyatni ko'tarish uchun baribir xohlaymizmi yo'qmi? Ko'p narsa ruhiyatga bog'liq. Juda ham eng asosiysi ruhiyat. Ruhiyatga bog'liq. Aytganingizdek, haqiqatan ochiqdan ochiq san o'lasan desa, u ruhiyat tushib ketib, Alloh asrasin aytganingizdek, u ruhiy kasal bo'lib qolishi hech gap emas. Hech gap emas. Keladi shunaqa ruhiyat holati yaxshi bo'lmagan bemorlar keladi. Ularni tinchlantiramiz. Tinchlantirganimizdan keyin bizani ularni davolashimiz ham yaxshi bo'ladi. Ular ruhi tinchlanib, bizani yozib bergan davolarimizni olib kelgandan keyin sizni dorilaringizdan ancha yaxshi bo'ldik deyshadi, vaholanki u dorilarni oldin ham olishgan bo'lishadi. O'shaning uchun ularni baribir qalbiga yo'l topib, ko'nglini xotirjam qilishimiz kerak. Baribir Ibn Sinoning bir gapi bor-ku, vahima yarim kasal. Yarim kasal. Men o'zim ham gepatit B ga chalinganimda vrachim, doktorim xavotir olma, hammasi yaxshi. Davosi yo'q deb noto'g'ri ma'lumot berishgan. Tuzalib ketasan, 100% tuzalasan. O'sha sizga yarim davo bo'lganda. Muhimi sen mana aytganingni qilgin, bo'ldi. Xo'p dedim. Lekin baribir ko'chaga chiqasiz, sizni ko'rgani kelishadi, ko'rgani keladigan darajada tanish bilishlar, qarindosh urug'lar. Bo'ldi, gepatit B ga chalinding. Ayolingga yuqadi, uylansang turmush o'rtog'ingga yuqadi,
farzandlaringga yuqadi, shunaqangi vahimaga solib ketishgan. Undan tashqari palatada yotibsiz, telefon ham mumkin emas. Telefon nuri ham mumkin emas ekan. Chiqdim, qanchadir vaqtdan keyin telefon ishlatishni boshladim. Baribir internetdan xohlaymizmi yo'qmi qidirib ko'ramiz gepatit B haqida ma'lumotlarni. Ba'zilarida chiqib keladi, ancha xavfli, juda ham jiddiy. Demoqchi bo'lganim, odam o'zini o'zi ruhiyatini cho'ktirmasligi kerak. Albatta. O'sha dard ham Xudodan, davosi ham Xudodan deydi-ku. Muhimi o'zini o'zi ruhiyatini cho'ktirmasdan kerak, albatta. O'sha doktor bergan tavsiyalarga amal qilib hayotda yashashda davom etish kerak. Albatta. Hayotda zavq bilan yashash kerak. Avvallari mahalliy shifokorlarning rosa ishlari ko'p bo'lardi. Ular mayli uchastkovoy vrachdirdik. Xonadonligi, vizifligi, chaqiriqligi yurishganda albatta ozgina bo'lsa ham shu gepatitlar to'g'risida gapirib aholiga tushuncha berishardi. Hozir shunaqa holat bormi, yo'qmi bilmayman. Hozir yo'qolib ketgan. Endi yo'qolib ketganmi bilmayman, lekin ko'p mana shu xavotirga tushish, o'sha kasallik to'g'risida ozgina bo'lsa ham tushunchasi yo'q insonlar ham bor. O'shalarga ozgina gapirib, tushuntirib sam просвет работать derdik oldin, o'shanaqalarni o'tkazib turish kerak. Shunaqa bu davolansa unaqa xavfli emasligini, bemor ahvoli yaxshi bo'lib ketishini, hammasini ularga tushuntirib, ko'ngligini xotirjam qilishimiz kerak. Suhbatimizni ham asosiy vazifasi shu xalqimizga, shu tomoshabinlarga jigar kasalliklari haqida ma'lumot yetkazish. Bilishsin, bu kasallik qanaqa yo'l bilan yuqadi. Bu kasallik qanaqa yo'l bilan yuqadi, qanchalik xavfli yoki davosi bormi? Chunki mana aytib o'tdingiz, jigar sirrozi. Eshitilishi ham, unisi ham bo'ldi, jigar sirrozi bo'ldi degani bo'ldi, o'lasan. O'ladi deb noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qolgan. Mana aytib o'tdingiz, uni ham etaplari bor. Birinchi darajasi, ikkinchi darajasi. U darajalarga o'zidan o'zi o'tib ketib qolmasa kerak. Endi davolanmasa, shu viruslarning soni ko'payib, jigar hujayralarni yemirib qo'ysa, u uzoq mahal bo'lgandan keyin jigarda sog'lom hujayralar yillar davomida kamayib boraveradi. Bizani davolashdan maqsadimiz jigarni hali nobud bo'lmagan hujayralarini tiklash maqsadida, jigar funksiyalarini tiklash nimasida davolasak, xudo xolasa sirrozlar masalan o'sha kelgan joyida to'xtashi mumkin, u yog'iga rivojlanmasligi mumkin, orqaga qaytib yaxshilanishi mumkin. Bu bemorni immunitetiga, o'zini qanaqa tutishiga, o'zi tarafdan parhezlar yaxshi saqlanadimi, spirtnoylar qabul qilmaydimi, jigarga yomon ta'sir qiluvchi omillar bilan ishlamaydimi, o'shalarning hammasi hisobga olinadi. Har bitta inson uchun, har bitta kasal uchun bu sirroz ham, surunkali gepatit ham har bitta bemorga individualniy yondashishimiz kerak. Har bittasi o'ziga xos. Yerda masalan qandli diabet bormi yoki buyraklarda shamollash kasalliklari qo'shimcha bormi? Hammasi hisobga olinadi davolash choralarini yozayotganimizda. Tushunarli. U o'zini sog'lomman deb hisoblayvergan odamlar qancha vaqtda ko'rikdan o'tib turish kerak, ya'ni jigar kasalliklari? Jigar kasalliklari o'zini sog'lomman deganlari endi birinchi navbatda viruslar bormi yo'qmi o'shanga qaraladi. Agar ularda B-mi, C-mi viruslar bo'lsa qonida, albatta o'sha shifokor nazoratida turadi. Shifokor o'zi belgilab beradi. 3 oydan keyin keling, 6 oydan keyin keling, siz 1 yildan keyin kelsangiz bo'ladi deb ularni o'zligiga ko'rsatma beriladi. Bemorlar keyin o'sha muddat o'tgandan keyin kelib yana tekshirtirishadi. Hali aytib o'tganimdek, viruslar chiqib ketgan kasalliklar bo'lsa, sog'lom bo'lsa, sizni hech narsa bezovta qilmasa, bemalol yuravering yoki nimadir bezovta qiladigan bo'lsa, murojaat qilasiz deb tushuntiramiz ularga. Endi gepatit C-ni hozir dorilari chiqqan, bir necha yildan beri davolayapmiz. Tekinga dorilar ajratilgan hukumatimiz tarafidan. O'sha dorilarni ichib bemorlar yaxshi bo'lib ketishyapti. Hammasi tuzalib, lekin baribir ham yoshi kattalar,
kimda qo'shimcha autoimmuniy kasalliklar bo'lsa, ular baribir ham S virus chiqmagan taqdirda ham 1 yilda 1 marta bo'lsa ham o'sha shifokor oldiga kelib ko'rinib turishligi kerak. Chunki S virusi eng xavfli tarafi u ko'proq onkologiyaga chaqirib qo'yishi mumkin. Hammada ham emas. Ya'ni rak kasali. o'shani baribir ham biz kuzatuvda bo'lishimiz, tekshirib turishimiz kerak bemorlarni.